Bu obzorni ko'rgandan keyin bitta like qo'yib bersanglar uyat bo'lib ketadi. Retroning bombalari keldi. Lazio, Bavariya, narxlari 150 mingdan hammasi bir xil. Shortiga yo ustuni o'zi razmeri S dan 2XL gacha. City'ni ham retrolarni olib kelib qo'ydik. Hech kimda yo'qlari. Argentina kolleksiya olib ketdi. Finalda Messi kiygan formalari, Maradona, qaranglar mana fanatskiy formasi, Fransiya jahon chempioni bo'lgan forma. Chelsea bilasizlar, mana bunda kim bilan o'ynaganini. Drogba finalda kalla qo'yib chempion bo'lgan desinglardami? Braziliya, Santos qora rangi yomoni keldi. Bularning hech qaysini shortigi yo'q, faqat ustuni o'zi. Narxi 150 mingdan. Fransiya, Ispaniya chempion bo'lgan yili juda chiroyli forma. Mana buni qaranglar, Manchester United hit formalaridan u. Barcelona, Neymar desinglardami? Yondirgan paytlari. Mana sizlarga yana Barcelona'ning kolleksiyalari juda ham chiroyli. Hech qaysining orqasida nomeri yo'q. Xohlagan nomeringlarni yozib beramiz. Mana sizlarga yana Barcelona bunaqalari hali kelmagan edi. Oldingilar faqat asosiy formasi kelardi, endi ikkinchi formalari kelishni boshladi. Real Madrid juda ham chiroyli formalari, hit bo'lgan formalar. Narxlari eslatib o'taman, 150 mingdan, shortigi yo'q, razmeri S dan 2XL gacha. Real Madrid mana buni materiali HBga o'xshagan. Eng tez ketadi deb o'ylayman shunisini. Barcelona yana paftor, qaranglar, mana buni qaranglar, Angliya formasini. Bir ikkitasi juda tez sotilgandan paftor kelgan. Milan, Opel. Sizga qaysi forma yoqyapti? Tez formalar uchun bitta like qo'yasizlar. Men xursand bo'lgan bo'lardim. Italiya juda ham chiroyli forma ekan, mana shunisi menga yoqdi. Bitta o'zim kiyib beraman shunisidan. Germaniya, ustundigina yangi kaltasi, buni ham orqasida nomeri yo'q. Mana sizlarga yana Germaniya, boshqachalari bu. Ajralib turasizlar formada. Bularda agar kontaktlar olsanglar bomba bo'ladi. Bu yog'i Braziliya. Kimga shunaqa oxirgi modeldagi retro formalar kerak bo'lsa, Elite Sportda sizlarni kutamiz. Keyingi videoni kutinglar. Detskilar chiqadi. Hammaga rahmat.